Har bir o'g'il-qiz ota-onasini haj yoki umra ziyoratiga yuborishni niyat qiladi. Bizning qahramonlarimiz ham bundan mustasno emas. Hasanboy bilan Husanboy bir yoqadan bosh chiqarib, ota-onasiga umra ziyorati yo'llanmasini sovg'a qilishdi. Bunday kutilmagan sovg'adan nihoyatda xursand bo'lgan qahramonlarimizning ota-onasi farzandlaridan mamnun bo'lib, umraga yo'l oldilar. Muqaddas Makka va Madinada farzandlari el-yurt tinchligi va farovonligini yaratgandan so'rab yurgan paytlarida esa Hasanboy bilan Husanboy hojilarni qanday munosib kutib olish haqida bosh qotirishardi. Har doimgidek Husanboy ziqnalik bilan ortiqcha dabdaba nega kerak desa, Hasanboy sen qanday o'g'il bo'lding? Ota-onamiz birinchi marta umraga bordilar. Tabarruk qadamlariga ko'chaning boshigacha poyandoz yozmasak, elga osh bermasak odamlar kulmaydimi? Sening g'ururing, orzu-havasing bormi deb rosa izza qildi. Xullas, bir yoqadan chiqqan ikkita bosh bir qozonda qaynamadi. Hasanboy so'zda qat'iy turib, xalqqa osh berish uchun to'yxona qidirishga otlandi. Hasanboy baribir orzu-havasli, haqiqiy ota-o'g'ilda baraka topsin. Afsuski, Hasanboy butun shaharni kezmasin, to'yxona topa olmadi. Nima emish? Barchasi band ekan. Axir hozir to'ylar mavsumi emas-ku. To'yxonalar topilmagani ukasining kasofatidan ekaniga ishonib o'tirgan Hasanboyning telefoniga Makka shahridan qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Telefonni olib olmasdan, hol-ahvol so'rab ulgurmasdan Hasanboy tayyorgarlik avjida ekani, to'yxonani band etsa bo'lgani haqida og'zidan bol tomib maqtanay degandi. Otasi, shoshmanglar, poyandozing kerak emas. Borganimda to'yxonani zo'rini o'zim aytaman. Pullaringni xarjlamay tur, dedi. Hasanboy uchun otaning gapi qonun. Vaqt yilday uchib, umra ziyorati yakun topdi. Hojilar uylariga qaytdilar. Hasanboy elning gapidan qo'rqib, ozroq bo'lsa ham poyandoz to'shadi. Hojilar mashinadan tushishlari bilan poyandozni ko'rib, Hasanboyga buqa qarash qildilar. Hoji ota qaysar odam. Hasanboyning qaysarligi ham shundan. Poyandozni chetlab uyga kirdi. Uyda hamma hol-ahvol so'rashar, diydorlashar ekan, Hasanboy yana so'z boshladi. Ota, borganda to'yxonani aytaman degandingiz. Ayting, yuzimiz yorug' bo'lsin, elga ehson osh qilaylik, puldan xavotir olmang, deb bir xurjun pulni o'rtaga qo'ydi. Hoji ota esa pullarni olib, yuringlar bolalarim, ehsoningiz qabul bo'ladigan to'yxonaga olib boraman deb hammani yetakladi. Otasiga ergashgan Hasanboy bilan Husanboy qo'shnilari Madina xolanikiga hayron kirib kelishdi. Madina xolangiz yolg'iz boshi bilan 2 nafar qizini chiroyli tarbiya qildi. Qizlarining ikkalasi ham mana bu yil o'qishga kiribdi. Birisi davlat budjetiga, ikkinchisi shartnoma asosida. Shunga o'qish pulini to'lashga qiynalayotgan ekan. Seni to'yxonaga, oshga degan pulingni shularga beramiz. 300 nafar to'qni to'ydirgandan ko'ra bir nafar qizni o'qitsang, butun millatni o'qitgan bo'lasan, dedi Hoji ota. Shundan so'ng haqiqiy xursandchilik Madina xolanikida boshlandi. Xo'sh, sizning xursandchiligingiz qayerda bo'ladi?